Qancha umr ko'rishimizni oshqozon osti bezi belgilashini bilasizmi? U juda kichkina, lekin hayotiy muhim bo'lgan bez bo'lib hisoblanadi. Unga hech qachon befarq bo'lmang. Ko'pchilik oshqozon osti beziga faqat go'sht og'irlik qiladi, yog' zararli deb o'ylaydi. Lekin aslida uning asosiy dushmani boshqa narsa. Bular biz maza qilib, rohatlanib yeydigan yumshoqqina, mazaligina shakarli bulochkalar, piroglar, shokoladlar, shirinliklar, oq undan tayyorlangan mazali nonlar. Bular glikemik indeksi juda baland bo'lgan uglevodlar bo'lib hisoblanadi. Ular oson hazm bo'ladi. Shu bilan birgalikda qonga juda ko'p miqdorda glyukozani hosil qiladi. Oqibatda oshqozon osti bezi juda ko'p miqdorda insulin ishlab chiqarishga majbur bo'ladi. Agar sizning ratsioningizda bu mahsulotlar doimiy ravishda ko'p miqdorda bo'layotgan bo'lsa, bu bolalarga ham taalluqli, demak oshqozon osti beziga xronическая нагрузка обеспечена degani. Natijada insulinga sezgirlik pasaya boshlaydi. Insulinorezistentlik ortadi. Prediabet, ikkinchi tur diabeti, pankreatit rivojlanadi. Oxir-oqibat yuqori glikemik indeksli uglevodlar oshqozon osti bezini sekin-asta yo'q qiladi. Bu organni sog'lom bo'lishini, umringiz uzoq bo'lishini istasangiz, yengil uglevodlarni qisqartiring. Foydali yog'larga, fermentlashgan sabzavotlarga, oqsillarga juda ko'p ahamiyat bering. Intervalli ochliklardan ham vaqti bilan o'tib turing. Shirinlik va bulochkalar bu oziqa emas. Bu aslida qarishni tezlashtiruvchi bizning odatlarimiz xolos. Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.